أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل
من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم وفقني لبيان ما يحتاجون الحاضرون إليه. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وفهما والحقنا بالصالحين. رب زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين. Hurmatli birodarlar, xush kelibsizlar. Inshaalloh bugun darsimizga boshlamasdan oldin inshaalloh ozgina bir zikr qilsak yaxshi bo'ladi. Bi'innillahi taala qalblarimizning kirlari ketishi uchun, miyamiz, vujudimiz yangilashi uchun, qalbimizning taskin, tinchlik topishi uchun inshaalloh. Fa'lam annahu la ilaha illalloh لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga salovat va salomlar bo'lsin. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi vasallam. Hurmatli birodarlar, xush kelibsizlar. Alloh subhanahu va taolo qadamlaringizga hasanat va ajr nasib qilsin. Bugun inshaalloh mu'minlarning bayrami bo'lgan ikki bayramdan bittasi Qurbon bayrami yaqinlashganligi uchun va Qurbon bayramida bizga vojib bo'lgan ba'zi mavzular bor. Ular haqida inshaalloh gaplashib o'tamiz. Har bir millatning o'ziga xos bayrami bo'lgan. Har bir dinda o'ziga xos, har bir shariatning o'ziga xos bayrami bo'lgan. Hazrat Musa alayhisalom qavmi Hazrat Isa alayhisalomga mansub bo'lganlarga munosib har bittasini o'zini bayramlari bo'lgan. Lekin mu'minlar uchun oldindan bayram yo'q edi. Faqat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinaga kelgan vaqtlarida ko'rdilar, bu yerda insonlar to'planib bir narsa qilyapti. Keyin sahobalardan so'radilar, bu nima narsa deganda Rasulullohga ular javob berdiki, ya Rasululloh, bular Navruz va unga o'xshagan boshqa bir bayramni tajlil qilyapti dedilar. Shunda Alloh Rasuli sallallohu alayhi vasallam albatta xohladilarki, bir mu'minlar uchun ham bir bayram bo'lsa. Alloh subhanahu va taolo ikki bayramni nasib qildi. Bittasi Ramazondan keyin bo'ladigan bayram, Hayit bayrami deymiz. Fitr,
Eidul Fitr. Yana ikkinchisi esa Qurbon bayrami, Qurbon hayiti. U ham haj marosimidan keyin bo'ladigan bayram. Shu ikki bayramni Alloh subhanahu va taolo mu'minlarga berdi. Endi bu Qurbon bayrami deganimizda, Qurbon bayramida bizga vojib qilingan bir narsa bor. Hanafiy mazhabida vojibdir qurbonlik qilishlik. Boshqa mazhablarda sunnat. Hanafiylarda vojib. Nima uchun? Hanafiylar dalilni oyati karimadan olganligi uchun. Inna a'taynakal kawthar fasalli li robbika wanhar. Ey Habibim, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo aytadiki, senga havzi Kavsarni berdik. Fasalli li robbika wanhar. Kavsar ne'matini senga berdik. Buning uchun nima qil? Fasalli. Namoz o'qigin li robbika wanhar. Va Robbing uchun qurbonlik so'y degan oyati karimani, ya'ni nahr kalimasini bu yerda Hanafiylar, Hanafiy mazhabida bo'lganlar, Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayh boshda u kishi shu yerdan dalilni olganlar. Shu sababdan bizning mazhabimizda, Hanafiy mazhabida qurbonlik so'yishlik nimadir? Vojibdir. Kimlarga vojib bo'ladi? Albatta buni darsning davomida inshaalloh aytib o'tamiz. Qurbon qurb kalimasi, qurb yaqinlashish. Qurbonlik demak yaqinlashish demak, qurbiyatdan keladi. Ya'ni qurbonlik deyishlik o'zi Alloh subhanahu va taolaga yaqinlashish maqsadida qilinadigan narsadir. Qurbonlik demak aslida taslimiyat demak. Allohga taslim bo'lishlik. Allohga taslim bo'lishlik va taslim qilishlik. Taslimiyat. Qurbonlik demak aslida Alloh uchun, ya'ni fidokorlik qilishlik, Alloh uchun bir narsalardan voz kechishlik, voz kecha olishligini ko'rsatishlikdir qurbonlik. Alloh subhanahu va taolo oyat karimasida bayon qiladi: "Astaizu billah, la yanalalloha luhumuha va la dima'uha, walakin yanaluhu at-taqwa minkum." Aytadiki, mu'minlarga, qaysilariki qurbonlik vojib bo'lgan o insonlarga Alloh taolo aytadi: "Sizlarni so'ygan qo'ylaringizni va yomonlaringizni go'shti, qoni Allohga ulashmaydi. Allohga yetib bormaydi. Allohning bu narsaga ehtiyoji yo'q. Walakin yanaluhu at-taqwa minkum." Ammo Allohga yetib boradigan narsa sizlarning taqvoingizdir. Aslida qurbonlikning maqsadi nima ekan? Taqvo ekan. Alloh subhanahu va taolo uchun bir narsalar qilib bo'la olasizmi? Shu ekan. Ya'ni o'zi Alloh subhanahu va taoloning hech bir narsaga ehtiyoji yo'q. Hech bir narsaga. Chunki u har narsani nima qiladi? Kun desa fayakun bo'lib ketaveradi. Har bir narsaga xohlasa. Allohning hech bir narsaga ehtiyoji yo'q. Bu yerdagi maqsad nimadir? Buyruqni bajarish va yo bajarmaslik. Va yo buyruqni bajaraman deb turib qaysi shaklda bajaryapsiz? Bu haqiqatan niyatingiz Allohning roziligimi yo boshqa narsami? Bor shunaqalar ham chiqadiki, faqat falonchalar aytdi qurbonlik qilyapti bular ham deb aytsin deb qurbonlik qilayotganlar bo'lishi mumkin. Va yo faloncha pistonchalar aytdi namoz o'qiyapti deb aytsin deb namoz o'qiydiganlar bo'lishi mumkin. Va yo falon pistonchalar ko'rsin deb masalan masjid qurayotgan bo'lishligi mumkin. Bular hammasi nimadir? Riyodir. Va buni Alloh subhanahu va taoloning yonida hech qanaqa qadr qiymati yo'qdir. Bir amal qachon qadrli va qiymatli bo'ladi? Qachoniki unda ixlos bo'lsa. Qachoniki ozgina masalan kichkina narsa ham bo'lsa, kichkina amal ham bo'lsa, lekin ixlos bilan bo'lsa, o'sha amal tog'lardan ko'ra ulug'dir, tog'lardan ko'ra kattaroqdir. Ammo u amaliki dunyolarcha katta bo'lsa, lekin agar ichida ixlos bo'lmasa, uning hech qanaqa ahamiyati yo'qdir. Hech qanaqa foydasi yo'qdir. Chunki Alloh subhanahu va taolo mu'mindan shuni xohlaydi. Qilayotgan amallaringni mana uchun qilganing. Ixlos, samimiyat uchun, samimiyat bilan qilganing deydi. Shuning uchun qurbonlikda ham Alloh subhanahu va taolo siz bizdan birinchidan taqvoni xohlaydi. Niyatimiz shu bo'lsinki Allohga qurbiyat, Allohga yaqin bo'lishlik. Allohga yaqin bo'lishlik uchun nimalar qilishim mumkin degan narsa insonning aqlida, xayolida doim bo'lishi kerak. Zehnida doim bo'lishi kerak. Meni bunga yaqinlashtiradigan nima ekan? Qanday qilsam ekan bu men Allohga yaqinlashsam?
shu fikrda bo'lish kerak inson. Bir inson bittasini sevib qolsa, bir erkak bir ayolni sevib qolsa, doim aqlida, fikrida shu bo'lishi mumkin. Men bunga qanday bo'lib yaqinlashaman? Vuslotim qanday bo'ladi deb doim aqlida, fikrida shu narsa bo'ladi. Eski zamonlarda bilasizlar, eski zamonlarda mana telefon yo'q, boshqa narsa yo'q. Haligi Fotiha bo'lgandan keyin biz bolaligimizda ham ko'rardik. Fotiha bo'lgandan keyin haligi qizni ko'rish uchun har kun ko'chasidan o'tadi. O yoki nima qiladi, bir joyda to'y bo'lsa, tomosha bo'lsa, bir bahona bo'lsa-ki uni ko'rsa. Tushunyapsizmi? Ya'ni bir narsa bo'lsa-ki unga yaqinlashsa. Nima uchun? Uni ichidagi sevgisi bor, muhabbati bor. Alloh subhanahu va taologa bo'lgan sevgimiz albatta-ki bashariyatda bo'lgan sevgimizdan ko'ra ming qat ko'proq bo'lishligi kerak. Allohga qanday qilib yaqinlashaman deyish kerak. Agar shu samimiyat siz bizda bor bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo u bizga hamma narsadan ko'ra yaqin bo'ladi. O'tganda bir hadis o'qigan edik, Alloh subhanahu va taolo hadisi qudusiyda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xabar beradilar. Ya'ni ba'zi mu'minlar uchun aytadilarki, ko'rgan Alloh subhanahu va taolo nima ekan? Ko'rgan ko'zi, eshitgan qulog'i, yurgan oyog'i, ushlagan qo'li bo'laman deydi Alloh subhanahu va taolo. Demakki shuncha yaqin bo'ladi Alloh. Va yana oyat karimada Alloh taolo aytadi: "Aqrabu ilayhi min hablil warid." Ya'ni Alloh mu'minlarga tomirdan ko'ra, mana bu gardanidagi tomirdan ko'ra ham yaqinroq bo'lar ekan. Bo'yindagi tomirdan ko'ra yaqinroqman deydi. Alloh subhanahu va taolo har lahza biz bilan birga bo'ladi. Lekin agar bu yaqinlikni his qilmoqchi bo'lsangiz, biz ham yaqin bo'lishimiz kerak. Amalimiz bilan yaqin bo'lishimiz kerak. Qurbonlik demak, qurbiyat demak shu demak. Har bir narsada qurbonlik demak faqatgina qo'yni so'yib qurbonlik qilish emas. Nafsni qurbon qila olamizmi? Bu muhim narsa. Kechasi turib tahajjud namozi o'qib Alloh subhanahu va taoloning huzurida uyqumizni Alloh uchun qurbon qila olamizmi? Bu muhim. Ertalab bomdod namoziga uyquni qurbon qilib Alloh yo'lida fido qilib tura olamizmi? Asl qurbonlik bu narsada. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo uchun bir narsa beriladigan bo'lsa, o'sha narsani molimizni Alloh yo'lida bera olamizmi? Bu qurbonlik demakdir. Qurbiyat, yaqinlashish, ya'ni Alloh yo'lida bir narsani fido qilish demakdir. Faqatgina qo'yni so'yib, bo'ldi men qurbonlik qildim degan emas. Hayotimizni har sohasida qurbonligimiz bo'lishi kerak. Fidokorligimiz, taslimiyatimiz bo'lishi kerak. Alloh subhanahu va taolo siz bizlardan aslida bir narsani olayotgan bo'lsa, bir narsani qurbon qilishligimizni xohlayotgan bo'lsa, bunda maqsad bordir, hikmat bordir. Agar shu hikmatini bilgan inson haligi uning natijasiga muyassar bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bir narsani olyaptimi? Bilingki, buni evazida sizga ming qat qilib ko'paytirib beradi. Alloh subhanahu va taolo sizdan bir narsani xohlayotgan bo'lsa, infoq qil deyotgan bo'lsa, zakot ber deyotgan bo'lsa, bilingki, sizga Alloh ko'paytirib berishni xohlaydi. Qurbonlik qil deyotgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo yana molingizga nima qiladi? Ko'paytirib beradi. Agar biz shu hikmatni bilib turib qilsak, Alloh, ya Rob, men buni sen yo'lingda qilyapman, sening uchun qilyapman desak, unda ixlos bilan, samimiyat bilan qilsak, Alloh subhanahu va taolo haqiqatan ko'paytirib beradi haligi mollarimizni. Agar shu ixlos va samimiyat bo'lmasa, unda mol ham ko'paymaydi, haligina bir savobi ham bizga bo'lmaydi. Aslida qurbonlik deganimizda, qurbonlik o'zi juda qadim vaqtdan beri bor. Hazrat Odam alayhissalom jannatdan yer yuziga keldilar. Farzandlari bo'ldi, Hobil va Qobil. Buni hammamiz bilamiz hikoyasini. O'sha davrdan beri Alloh subhanahu va taolo Hobil va Qobilni imtihon qilish, sinov qilish uchun nima qildi? Qurbonlikni buyurdi. Qurbonlik qilishlikni. Bittasi juda chiroyli, yaxshi qo'yni, masalan, qurbonlik qildi. Alloh subhanahu va taolo yo'lida ixlos bilan qildi. Va yana bittasi ixlos va samimiyati yo'q edi. Faqat ya'ni maqsad qurbonlik qilishlik bo'lsin deb qilganligi uchun uniki qabul qilinmadi. Asl imtihonni, eng katta imtihonni yashagan qurbon qilishlik mavzusida Hazrat Ibrohim bilan Hazrat Ismoil alayhissalomdir.
Biz ulardan taslimiyatni o'rganamiz. U yerdagi Qur'onning qissalarida doim bir hikmat bordir. Qur'on bu qissalarni bizlarga bayon qiladi. Buning sababi esa biz bu yerdan bir narsalar o'rganaylik. Allohga fido bo'lishlik qanday bo'ladi? Allohga taslimiyat qanday bo'ladi? O'shani bizga o'rgatadi. Hazrati Ibrohim alayhissalom eng yaxshi ko'rgan farzandi va o'sha paytgacha yoshlari qanchaga borgan edi? Yoshlari 80 nechilarda edi. Nima bo'ldi? Alloh subhanahu va taolo Hazrati Ibrohim alayhissalomga o'g'il berdi, Hazrati Ismoil, o'g'il farzand va Hazrati Ismoilga juda ham muhabbatlari ko'p, sevgilari ko'p. Ya'ni haqiqatan hamma otalar farzandini sevadi. Lekin Hazrati Ibrohimni Hazrati Ismoilga bo'lgan muhabbati juda ham ortiqcha edi. Juda ham ko'p edi. Alloh subhanahu va taolo eng sevgan narsasi bilan imtihon qilishni xohladi. Va haqiqatan Hazrati Ibrohim alayhissalom o'sha imtihonni berdilar. O'zlarini fidokorliklari bilan. Alloh yo'lida menga eng shirin bo'lgan narsani ham fido qilishga tayyorman dedilar va imtihonni qozondilar. Hazrati Ismoil alayhissalom ham imtihon bo'ldilar va bu imtihon esa taslimiyat edi. Agar Allohdan kelgan bo'lsa, unda ya abatif'al ma tu'mar satajiduni inshaallohu minas sabirin. Ey Rabbim, ey otajonim dedi Hazrati Ismoil alayhissalom Hazrati Ibrohimga. Rabbingizni sizga amr qilganini, buyurganini qiling. Satajiduni inshaallohu minas sabirin. Inshaalloh meni sabr qiluvchilardan topasiz. Men sabr qilaman dedilar. Ko'ryapsizmi? Haligi yoshlari balkim 10-12 yoshlarda bo'lishi mumkin. Vallohu a'lam. Lekin taslimiyatni ko'ryapsizmi? Bizga katta dars bor. Mavzu qurbonlik so'yishlik emas. Mavzu qo'y so'yishlik, mavzu boshqa narsa emas. Allohga yaqin bo'lishlikning yo'li taslimiyat, samimiyat, ixlos, iymonning kuchliligi, Allohga bo'lgan yaqin, Allohga bo'lgan ishonch. Agar ishonch kuchli bo'lmasa, bu darajada taslimiyat inson uchun mumkin emas. Lekin shu darajada taslimiyat borki, ya Rob, sen xohlayotgan bo'lsang, buni kim berdi senga? Ya'ni bu farzandni sen menga berding ya Rob dedi va Hazrati Ibrohim alayhissalom eng yaxshi ko'rgan farzandini Alloh yo'lida fido qilishlikka tayyor bo'ldi. Va Hazrati Ismoil ham o'z taslimiyatini ko'rsatdi. Bu yoqda imtihonning bir tomonida yana bir inson bor, Hazrati Hojar onamiz. U kishi ham bilar ediki, shu haqqa bo'lyapti, lekin shunaqa taslimiyat ko'rsatdi. Subhanalloh. Agar Allohdan kelgan bo'lsa, men roziman. Rizoyatini ko'rsatdi. Hech vaqt isyon qilmadi. Va Alloh subhanahu va taolo bularni aziz qildi. Qur'onda keldi, zikr bo'ldi va naslu nasabidan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam paydo bo'ldilar. Naslu nasabidan kim paydo bo'ldi? Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam. Laulaka lama xalaqtul aflak. Agar seni yaratmasaydim, dunyoni yaratmas edim degan zot paydo bo'ldi. Kimning naslidan bo'ldi? Hazrati Ismoil alayhissalom. Hazrati Ibrohimning ikki o'g'illari bor edi. Hazrati Ishoq va Hazrati Ismoil. Hazrati Ishoq naslidan davom etib kelgan boshqa payg'ambarlar bo'ldi. Hazrati Ismoilning naslidan esa faqat kim? Muhammadur Rasululloh sallallohu ta'ala alayhi va sallam paydo bo'ldilar. Qarang, bular nimaning natijasida bo'lyapti? Bular taslimiyatning natijasida bo'lyapti. Alloh uchun nimalar qila oldik? Shuni biz bir fikrlanib ko'rishimiz kerak va kelajakda Alloh uchun nimalar qila olamiz? Va o'zimizga shu savolni beraylik. Biz Alloh uchun shu hozirda nima qila olamiz? Nimamizdan voz kecha olamiz Alloh uchun? Qaysi narsamizdan Alloh uchun voz kecha olamiz? Pul, mol, bu narsalarni yo'qqa qo'ying. Bir uyqumizdan voz kecha olamizmi? Uyqu ko'p narsa emas. Faqat turasiz, ya Rob, sen buyurgansan deb turib namoz o'qishlik. Bu bizni har kunlik qiladigan qurbonligimiz bu.
Qilishimiz kerak bu. Har kun qiladigan qurbonligimiz bu. Qurbonlik faqat bayramdan bayramga emas, qurbonlik har kun bor bizga. Va ya Rob, sen harom qilgansan deb biz ribodan uzoq tura olamizmi? Bu qurbonlik demakdir. Ya Rob, seni uchun men bundan uzoq turaman deb ayta olamizmi? Foydasi ko'p kelayotgan bo'lsa, ya Rob, seni uchun bu foydalardan hammasidan voz kechaman, chunki sen buni harom qilgansan deya olamizmi? Bu agar buni qila olsak biz haqiqiy qurbonlik qilgan inson bo'lamiz. Qurbiyat demak bu demak. Qo'yni hamma ham so'yaveradi. Go'shtni hamma ham taqsim qilib beraveradi. Lekin biz uchun muhim bo'lgan narsa bu. Hurmatli birodarlar, hurmatli jamoat. Bunga diqqat qilishimiz kerak. Har kun qurbonlik berishimiz kerak. Nafsimizdan qurbonlik beramiz, uyqumizdan qurbonlik beramiz, gunohlardan uzoq turib qurbonlik beramiz, sadaqa qilib qurbonlik beramiz. Har shaklda biz Allohga qurbon bo'lishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo shuni xohlaydi. Va bu qurbonlikimiz bilan qurbiyatni hosil qilamiz. Bu qurbonlik bilan Allohga yaqin bo'lishlikni biz hosil qilamiz, qo'lga keltiramiz. Ana shunda haqiqiy qurbon qilgan inson bo'lamiz, hurmatli birodarlar. 5 vaqt namoz. 5 vaqt namoz aslida o'zi bir qurbonlikdir, bilasizmi? Nimadan qurbonlik berasiz? Vaqtingizdan qurbonlik berasiz. Ishdasiz, ish qilishingiz kerak, lekin aytasizki, Rabbim meni namozga chaqirgan. Meni borishim kerak deysiz. U yerda vaqtingizdan qurbonlik berasiz. Fido qilasiz Allohga vaqtingizni. Alloh subhanahu va taolo 24 soat vaqt bergan bo'lsa, o'shani 1 soatini sizdan, masalan, 5 vaqt namoz uchun 1 soatingizni Alloh yo'lida qurbon qilishligingizni siz bizdan xohlaydi. Qila olamizmi? Qilishimiz kerak. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam, sahoba ikrom, tabiinlar, tabiut tabiinlar, ulamolar qanday zotlar o'tgan bular, umrlarini Alloh yo'lida qurbon qilganlar, bilasizmi? Umrlarini Allohga fido qilgan bular. Hay bo'lsam men dunyoda zalil va zillatam ko'rsam, lekin Alloh mendan rozi bo'lsin degan. Faqat Allohning roziligini istab yo'llariga davom etgan. Imom Abu Hanifa kabi, Imom al-Buxoriy kabi va bunga o'xshagan qancha zot, katta-katta olimlar, ulamolar haq deb, Allohning kalomi deb, Allohning dini deb, ilohi kalimatulloh deb turib, qancha zulmlar kelsa ham yana ham rozi bo'lgan, o'zini, umrini, jonini fido qilgan Alloh yo'lida. Sahoba ikrom jonini fido qilgan Alloh yo'lida. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam umrlarini fido qilganlar. Bu ummat, bu islom Allohning yo'lida. Sahoba ikromni hayotlarini ko'rasizmi? Mus'ab bin Umayr qurbonlik timsoli bu insonlar, bilasizmi? Bular Makkani katta boyi bo'lib turib, Mus'ab bin Umayr Makkada eng chiroyli yigit bo'lib turib, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh unga shunchalik og'ir tushgan. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degani butun mol borligi, hamma narsasi qo'ldan olingan. Lekin nima qilgan? La ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohga jonim, molim, otam, onam, hamma narsam fido bo'lsin degan, qurbonlik qilgan. U ham yetmaydi. O'zi hali yoshi ko'p katta bo'lmasdan turib, haliga yoshi 30 ga bormasdan turib shahid bo'lgan. Jonini Alloh yo'lida taslim qilgan. Bu qurbiyatdir. Hazrati Hamzalar, Hazrati Alilar, bunga o'xshagan Hazrati Bilal, ular hammasi qurbonlik qilgan, hayotini qurbon qilgan Alloh yo'lida. Demakki, asl qurbiyat, asl yaqinlashishlik nima ekan? Har doim ixlos va samimiyat bilan Alloh yo'lida
hamma narsamizdan voz kecha olishimiz ekan. Agar shuni qila olsak, biz haqiqiy qurbonlik qilgan bo'lamiz. Agar biz buni qila olsak, Allohga yaqinlashgan bo'lamiz. Alloh subhanahu va taolo siz bizdan shu narsani xohlaydi. Albatta, bu vojib bo'lgan qurbonlikka keladigan bo'lsak, hayit bayrami bo'ladi, qurbon hayiti bo'ladi. Bu qurbon hayitida zakotga qodir bo'lgan insonga zakot 80 gram tillaga ega bo'lgan inson bo'lsa, o'sha inson uchun albatta qurbonlik qilish kerak bo'ladi. Qilgan qurbonliklarini faqir va fuqaroga taqsimlab berish va bir hissasini o'ziga olib qolib 3 hissaga bo'linadi. Sunnatga ko'ra muvofiq agar harakat qilmoqchi bo'lsak, 3 hissa qilib turib, 2 hissasini, bir hissasini berib olib, bir hissasini kelgan mehmonlarga pishirib berib, yana bir hissasini o'ziga olib qo'ysa bo'ladi. Bu bir usul tartib. Xohlasa hammasini berib olishi ham mumkin. Xo'p. Buning fiqhiy tomoniga kelmoqchi bo'lsak, qurbonlik qilishlikni, hukmini vojib bo'lganligini bilamiz. Hukmi vojibdir qilishlik. Xo'p, faqir fuqaroga berishlik, pishirib yeyishlik va yo taqsim qilishlik. Xo'p, hayvonni masalan sog'lom bo'lishligi kerak bo'ladi. Oyog'i singan, ko'zi ko'r bo'lgan, qulog'i qirqilgan, boshqa bu narsalar bo'lmasligi kerak. Sog'lom, yaxshisidan olib so'yishlik kerak bo'ladi. Chunki Alloh yo'lida qilinadigan ihson eng yaxshilaridan bo'lishi kerak ya'ni. Va bunga o'xshagan ba'zi usul va shart va sharoitlari bor. Inshaalloh ularni yana ko'rib chiqarsizlar. Faqat muhim bo'lganlarini inshaalloh sizlarga aytgan bo'ldik. Alloh nasib qilsa, har yil bo'lganidek bu yil yana ham Afg'onistonga jo'natish niyatimiz bor. Alloh nasib qilsa, bu yerdagi faqir fuqaro bir yilda bir marta ham go'sht yeyolmaydigan balki insonlar bo'lishi mumkin. Haqiqatan muhtoj insonlar. Ularga albatta yuborilib, o'sha yerda so'yilib, video rasmlar bilan inshaalloh bu yerga keladi. Shuning uchun hozirdan qurbonlikka tayyorlik ko'ramiz. Inshaalloh olmagan bo'lsangizlar, mana endi bundan boshlab bir kun qolganda emas, ya'ni oldini olib qo'yishlik yaxshiroq bo'ladi. Chunki haligi qurbonlikni olib qo'yib turib, hatto uni boqishlik ham o'zi yaxshidir, ya'ni fazilatli bo'ladi o'zi, sunnatga muvofiq bo'ladi. Masalan 10 kun oldindanmi, 5 kun oldindanmi olib turib ozgina o'zimiz qarasak, bu ham yaxshi bo'ladi inshaalloh. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolodan yana so'raymiz, bizga tavfiq, hidoyat nasib qilsin. Qurbiyatimizni ko'paytirsin, Allohga yaqin bo'lishligimizni yana ham ko'paytirsin. Alloh subhanahu va taolo tavfiq, hidoyat nasib qilsin. Alloh subhanahu va taolo haqiqiy qurbonlik qiladigan insonlardan, ixlos va samimiyati ko'p bo'lgan insonlardan qilsin. Har bir amalimizda ixlos va samimiyatimizni Alloh taolo ko'paytirsin. Va salamun alal mursalin. Valhamdulillahi robbil alamin. Bi rahmatika ya arhamar rohimin. Jazakumullohu ahsan.